Eh, bir paytlar odamlar meni Lamborghiniga o'xshatishardi. Endi bo'lsa Metallomga topshiryapti. 90-yillarning katta bollari bormi? Hozir yoshlar bizni mensimay qo'yishdi. Katta bollar kommentga yozamiz. Kichkina demang, bizni hali ko'ramiz. Sizni eslardagi kichkina joylardan ham o'tib ketardim. Endi meni mol bozorga haydab borishyapti hozir. Meni haydab taksi qilib Gentra olgan akalar bormisizlar? Like bosib, komment yozib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Meni shaharni qiroli deyshadi, to'g'rimi? Opasiga, ukasiga meni sovg'a qilganlar bormi? Baribir Sparkda, to'g'rimi? Hech kim manchalik bo'la olmaydi. Meni ortiqcha ta'riflashga hojat yo'q, to'g'rimi? Vodiydan vohagacha taksi qilib yurgan akalar o'zlari bir nima deyshadi. Qancha odam bo'lsa tashib oladigan yana qanaqa mashina bor-a? Bir qoshiq benzin bilan 100 kilometr yurib boraman kerak bo'lsa. Akalar, Juda zo'r bo'lmasam ham, lekin shaharda qizlarni og'zini ochirib qo'yaman, ha? Trekeri borlar, nima deysizlar? Ey yo, katta bollar, qaniysizlar? Meni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi, to'g'rimi? Uyalmasdan komment yozamiz. Chempionlarga sovg'a qilinadigan mashinadan bizga ham nasib qilsin deganlar like bosib, kommentga yozamiz.